Qizaloqni zudlik bilan chet elga davolashga olib borish kerak. Bizda esa buni iloji yo'q. Lekin vaqtinglar juda kam. O'rtoq, kelishimdan maqsad bir qizcha bor. Juda ham shirin. Faqat ko'zlari ko'r bo'lib qolyapti. Shu qizchani operatsiya qilishimiz kerak. O'zbekistonda iloji yo'q ekan. Shunga chet elga olib borishimiz kerak. Shunga sen oldin kelgan edim. Shu qizchaga ozgina ehson qila olasanmi deb. Menga qara. Sen ham ehsonchi bo'lib ketding-a? Nega yo'q. Necha foizga ishlayapsan? 50 ga 50 mi? Yo'q, o'rtoq. Hammasiga sen ham xayrdan sovg'a qilish bilasan. Biz kasallarning puliga tegmaymiz. Bilasan, o'rtoq, bizani pravolamiz degan ekspress kursimiz bor. Shu yerdan pul topamiz. O'zim ham ehsonga pul ajratgan edim. Shunchaki ozgina mablag' yetmagan edi. Shuncha oldin kelgan edim, o'rtoq. Alo. Ha, ikkinchi etajdaman. 10 qo'lingizdagi xonada. Kiravering aka, xo'p. Ha, gap yo'q, gap yo'q. Menga qara o'rtoq. Mana xo'sh. 500 ming pul. Faqat bitta shartim bor. Ana Instagramda mana shu akamiz ehson qildi deb bitta atmetga qilib yuborasan, xo'p? Reklama deb marketing, tushunasan-ku? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 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 Abdu 1 minutga mumkinmi? Yo'q, gapiravering, begona emas. Qizaloqimizni operatsiyasiga pul, faqat shartim bor. Qanaqa shart aka? Bu atagamiz haqida hech kim bilmay qo'ya qolsin. Xo'p bo'ladi aka. Yana biror nima kerak bo'lsa, aytavering tortinmasdan. Qizimiz tezroq operatsiyaga olib borib keling. Bizga qancha tezroq tuzalsa, bizga shu muhim. Alloh rozi bo'lsin aka. Charchamang. Aka, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat aka. O'rtoq, ehsonga yetarli mablag' yig'ildi. Bular endi shart emas. Men esa seni reklama qilib beraman. Aziz kuzatuvchilar, bizni aziz do'stimiz, biznesmen, tadbirkorimiz inshaalloh juda ham bir saxiy ehsonchi akamiz. Faqat bitta shartim bor. Bu atagamiz haqida hech kim bilmay qo'ya qolsin. Alo. Nima onasi? 5 yillik sabrimizni hosilini oldik. Siz yaqinda ota bo'lasiz. Ha, keyin biror joyga ehson qo'ying. O'z